Koreyada shuncha yil yashayotgan bo'lsam-da, hali ham bilmaydigan narsalarim juda ham ko'p. Mana shu kitobni o'zi, mana shu programmani o'qiyapmiz. Sovetunga program degan. Bu yerda bitta qiziqarli ma'lumot bor ekan. Koreyada har oyi oxirgi chorshanba kuni madaniyat kuni deb aytishar ekan va soat 5 dan 9 gacha kinoteatrlarda biletlar narxi juda tushib ketar ekan. Arzon bo'lar ekan. Oddiy kunda masalan 12 ming, 15 ming bo'lsa, o'sha kunda oyning oxirgi chorshanba kuni 7 ming yo 5 ming bo'lar ekan. Bunga qiziqib ko'rib bir kirib ko'rdim. Birgalikda ko'ramiz. Qani haqiqatan ham biletlar narxi shunaqami? CGV degan ilovaga kirdim va F1 degan yangi kino chiqqan ekan. Shuni soat 6 ga tanladim va keyin joylarni tanlasam 7000 chiqdi haqiqatan ham. Foydali bo'lgan bo'lsa like bosing va obuna bo'ling.